Assalomu alaykum barchaga. Kechagi keta haqida tushirgan videomdan keyin juda ham ko'p savollar kelyapti, kommentariyalar yozilyapti. Kommentariyadan ko'proq lichkaga chiqib, ili WhatsAppga yozyaptilar juda ham ko'p. U videoda aytganim bo'yicha yangi pasport Koreyaga bormagan, barib o'tolmagan, deport olmagan, ketadan atkazi bo'lmagan pasportlarga ketani yaxshi beryapti degan video tushirganman. Endi shunga o'xshagan har xil savollar berilyapti. 2 yil oldin kelgan edim, 4 kun oldin kelgan edim degan, nima bo'ladi, cho'pachom degandek. Keta chiqadi, chiqmaydi deb hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Shunday variantlar bo'lgan. Men o'zim tashlaganman, u klientga отказ chiqqan. Qanaqadir vaqtdan keyin qaytadan tashlab ko'raylik deb o'zi обратный связьga chiqdi. Bo'pti deb tashlaganmiz. Откaznoy nimaga ham одобрение chiqqan payti bo'lgan. Biroq u juda ham kam, mingdan biri desa ham bo'ladi. Like, kommentariya, podpiska tashlab qo'yinglar. Bunda qarasam 10 mingta odam ko'rgan ekan bu videoni. Lekin podpiska juda ham kam ekan. Shunga podpiska bosib qo'ysanglar, keyingi chiqadigan videolarni o'tkazib olmaysizlar shunda. Rahmat hammaga.